Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Tuzimizlar? Hammalaringizni Navro'z ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hammalaringiz yaxshimi? Biz Rossiyada edik. Hozirda otasinikiga kelganimiz sababli yana qishloqqa kelganmiz. Shuncha orada ozgincha video chiqaramay qoldim. Yana bir o'zim tanishtirib bo'lsam, men ismim Feruza, bu qizalog'im Hadichinur, o'g'ilcham bor Muhammad. Bugun Navro'z tufayli farzandlarimni ozgincha aylantirib keldim. Ozgincha videolarimiz uzilish bo'ldi, chunki O'zbekiston havosiga ko'nikib biroz mazamiz qochib oldi. Inshaalloh endi yaxshimiz. Bundan buyog'iga yanada ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom etasizlar degan umiddaman. Hadichinur qizim bugun mazza qilib aylantirib keldim. Morojnolar yedik. Qizalog'im 3 ta morojno yedim, men 3 ta yedim. O'g'ilcham 1 yosh 3 oylik o'g'ilcham почти yarimta morojnoni yedi. Ko'p olib beribsiz deb aytmoqchi bo'lganlarga aytishim mumkinki, yoshligidan morojno yeb katta bo'lgani uchun cho'mchiga tomoqlari og'rimaydi, ko'nikishgan xullas. Morojno tufayli xullas kasal bo'lishmaydi demoqchiman. Qishloqda ko'rsalaringiz, musofirdagilarga alangali salom hammaga. Mana qishloq, o'riklar, shaftolilar gullaga nihoyatda manzarasi chiroyli. Ajoyib, qizim mazza qilib o'ynayapti. Alhamdulillah, Hadichinurga juda ham ma'qul. Qizalog'imga ozgincha disk plashatkalarda ko'proq video ola olmadim, chunki nihoyatda odam ko'p edi. Uyimizga keldi, yana biroz o'ynadi. Xullas, bu videomiz bugungi kunimizdan bir parcha bo'ldi. Bundan buyog'iga yana kuzatishda davom etsalaringiz, yanada videolar ko'proq chiqarishga harakat qilaman. O'choqda ovqat dimlama qildik. O'choqda ovqatni sog'inganlar uchun marhamat. Dimlama. Faqat ro'zadorlar ishtahalaringiz ochilib ketmasin. Shuning uchun yeganimizda oyatmadim ko'rsatib, chunki ro'zadorlar ko'rib ishtahalar ochilmasin dedim. Qizalog'im biroz o'ynadi, keyin aynalib, xullas bugun kunimizda mana kech bo'ldi. Shundoq qilib farzandlarim o'yin kulgusi bilan o'tdi. Alhamdulillah. Hammalaringizga omad, ishlaringizga rivoj. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizni Allohga omonat qildim. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar.